Toshkent bo'yicha eng katta otlardan bittasi mana. Bunaqasini anchadan beri ko'rilmagan edi. Bugungi sanamiz 2025 13-dekabr. Bo'yini balandligi 1.93-94 atrofida, yoshiga kelsa 8 yoshda. Yeb ichishi tani joni sog', yovoshligi yovosh. Zotiga keladigan bo'lsa o'sha mashhur shairlardan. Jonivor, chiroyiga bir baho berib qo'yinglar. Buni to'g'ri uloqchi aka-ukalarimizga to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin Alloh uchun boqaman degan aka-ukalarga tavsiya qilib qo'yamiz. Bu chiroyiga bir baho berib qo'yasizlar. Sochi, payponlariga jonivor. Uyda boqib qo'ysangiz ham bor, do'stingiz kelganda ot boqayotganingizni sezadi, his qiladi buni. Oldiga kelganingizda dahshatligini ko'rib qo'yasizlar bu jonivor. Telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Juda yovvosh. Chiroyiga bir baho berib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yasizlar, okalar.